Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz juda yana muhim bir masala haqida gaplashamiz. Bu meni boshimdan o'tgan, men juda ko'p bular bilan bu hujjatlar bilan tanishib chiqqanman. Mana bularga ham bunga ham 7 yil bo'ldi. Pensiya yoshi, pensiyaga chiqish, pensiya masalasi nimalar ta'sir qiladi pensiya olish puliga, pensiyaga chiqish puliga nimalar ta'sir qiladi? Yana bir marta men to'xtalib o'tmoqchiman. Bu juda muhim, ko'ringlar. Pensiya yoshi bizi nimamizda, davlatimizda erkaklar 60 yosh, ayollar 55 yosh, haligi imtiyozlari bo'lmasa. Imtiyozlar bo'lmaganlar haqida gaplashamiz. Men bugun ertalab tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga bordim va mutaxassis bilan fikr almashdim va mana shunday ma'lumotlarni, o'zim bilgan va bilmagan ma'lumotlarni oldim men. Yaxshi suhbatlashdik 1 soatcha. Pensiya yoshiga doir nafaqaga chiqish. Pensiya va yoshga doir nafaqaga chiqish. Pensiyaga chiqish bizi davlatimizda eng minimal ish staji 7 yil bo'lishi kerak. Agar 6 yil 11 oy bo'lib qolsa ham, o'sha staji, mehnat staji, bular pensiyaga chiqmaydilar. Bular yoshga doir nafaqaga chiqadilar. Bu yoshga doir nafaqa, bu demak oltmish yosh ayollar 5 yil keyin, 65 yosh erkaklar ana 5 yilga keyinroq nafaqaga chiqadilar. Buni keyinroq yana to'xtalib beraman. Xo'sh, endi hozirda haligi past pensiya 878 ming so'mni tashkil qiladi. Endi hozirgi pensiya tayinlash raqamlashtirilgan va odam 60 ga kirganda o'zi kompyuter avtomatik ravishda pensiyaga chiqaradi deyiladi. Telefonga nima keladi? SMS keladi, siz pensiyaga chiqdingiz deydi. Unga siz ishonib qolmang. Siz pensiyaga chiqib, siz buni tekshiring, trudovoyingizni qo'lingizga olingda, boring. O'sha pensiya jamg'armasi bo'limiga boring, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga. Bu yerda prinsip qanaqa bo'ladi? 1 oy oldin odam 60 ga to'layaptimi? Mana shunday spiskasi bor kompyuterda, kim 60 ga to'layapti. Pensiya jamg'armasidan mahalla komitalariga jo'natiladi. Mana shu odamlar nimasi bilan, mehnat daftarchasi bilan uchrashsin, raqamlashtirib qo'ysin, arxivga kirsin, yo ijtimoiy nimaga pensiya jamg'armasiga kelsin, trudovoy bilan, mehnat knishkasi bilan deyiladi. Mahalla qo'mitasiga. Mahalladagilar qaysi biriga ulguydi? Aytganini aytadi, aytmaganini aytmaydi. Natijada sizga bormaysizda pensiyaga chiqasiz. Pensiyada haligi nimada oz yillik staj ko'rsatilgan bo'ladi xolos. 16-yildan bu yog'i to'liq ko'rsatiladi. Endi davlat ishidagilarga nariyog'i ham ko'rsatiladi 16-yilgachasi ham. Lekin hozir ko'pchilik tadbirkorlarda ko'rinmay qoladi. Siz nalog to'lab tadbirkorlik qilgansiz. Ana shu stajlaringiz qo'shilmay qoladi. Natijada to'liqsiz pensiya bilan chiqasiz va juda oz miqdordagi pensiya bilan chiqasiz. Ana shuning uchun endi mahalla komitetlarga aytiladi, qaysi biriga ulguydi ular borib. Ana shuning uchun o'zingiz bilib, trudovoyni olib chiqib borasiz shu pensiya jamg'armasiga. Endi trudovoy yo'q bo'lsa-chi,
trudovoy yo'q bo'ladigan bo'lsa, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'ladigan bo'lsa, siz qayerlarda ishlagansiz? Ana shuni siz borib, arxivga borib tekshirishingiz kerak. Bilasiz, yildan yilgacha tashkilotda ishlaganman. Qara, bormi stajim? Ana shu qo'shildimi, yo'qmi? Bo'lmasa ana shu ishlaganligim haqida hujjat ber deb arxivdan olasiz. Agar Andijonda ishlagan bo'lsangiz, Andijonga borib olasiz. Ular qo'shilmaydi bu yerda. O'zi tuman nimasida qo'shilmaydi. Andijonga borib olasiz. Toshkentda ishlagan bo'lsangiz, Toshkentdan, boshqa davlatlarda qonuniy ishlagan bo'lsangiz, boshqa davlatlardan olib kelib mehnat stajingizni, ish haqlaringizni taqdim etasiz. Endi ana shunda qilasiz. Siz aytdim-ku, shu men pensiyaga chiqibman deb tek qo'yadigan bo'lsangiz, ish stajlaringiz to'liq qo'shilmaydi. 25 yilga yetmaydi. To'liq ish staj bilan chiqmaysiz, oz chiqadi. Endi ana shularni qo'shadigan bo'lsangiz, 25 yildan oshgan ish staji har bir yiliga 1% dan, masalan, pensiya sizga masalan 1,5 million tayinlandimi? Shu 25 yil hisobidan. Endi 25 yildan har bir oshgan yilingizga ana shu demak 1% dan qo'shiladi. Demak 1,5 million u qancha bo'ladi 1%? 10% 150 ming bo'ladi. Agar 10 yil oshiq ishlagan bo'lsangiz, 150 ming qo'shilib 1,650,000 deb belgilanadi pulingiz. Endi yana bitta narsa. Pensiya hisoblashda hozirda oxirgi 10 yilda 5 yil ichidan 5 yil qatorasiga 5 yil olinadi. Ana shu yerdagi ish haqlari olinadi. Ko'proq ishlangan kompyuter o'zi oladi. Qaysi yildan qaysi yilgachasini. Faqat 10 yil, oxirgi 10 yil. Ana shuni olinadi. Ana shundan 55%ni pensiya qilib tayinlanadi. O'rtacha shu 5 yillikda olib, 5 yillikka bo'linadi. Ana shundan 55% pensiya deb belgilanadi. Endi har bir 25 yildan oshiq ishlagan yilingizga ana shu chiqqan miqdorga 1% dan qo'shib beriladi. Ana shuning uchun bu staj ham juda ham muhim, juda ham yaxshi. Endi ana shunga ishonib qolmanglar. Men pensiyaga o'zi chiqarib qo'yadi deganga ishonib qo'ying. Tadbirkorlar u nimadan, nalog to'laganligi haqida, qaysi yillari o'sha tadbirkorlik qilgan, ana shu haqda yig'ib terib olib borib keyin tavsiya qiladi. Bo'lmasa juda oz bilan chiqib qolasizlar. Mana bu nimalar yetmay qoladi. Stajlar ozib qoladi, to'liq yozilmay qoladi. Endi yana bitta narsa, 7 yil deyildi. Agar davlat ishida 7 yil ham ishlamagan bo'lsanglar, unda nafaqaga chiqiladi. Ana shunda 7 yil ham bo'lmasa, davlat ishida stajingiz 7 yil ham bo'lmasa, siz pensiyaga emas, yoshga doir nafaqaga chiqasiz. Bu yoshga doir nafaqa erkaklarga 65 yoshdan. Nimaga? 7 yil ham stajingiz yo'q. Ayollarga 55 dan 5 yil oshiq. Nima uchun? 7 yil ham davlatda ishlamagansiz. Uni davlat chiqaradi. Pensiyaga 878 ming bilan, eng minimal bilan. Lekin 5 yildan keyin chiqaradi. Mana orada 5 yil o'tkazib qo'yadi. Endi buni oldinroq bilib qolsangiz, nima qila olasiz? Davlat ishiga kiray desangiz, endi nima bo'lib qoldi? Vaqt o'tdi, endi ancha 50 dan oshib qoldingiz, kira olmaysiz, ishga olmaydi, yo'qsa qiyin. Shuning uchun nima qilish kerak? O'zini band qilish bo'yicha bir minimal oklad, o'sha 412 ming hozirgi paytda 7 yil qolgan bo'lsa, 7 yil bir minimal okladdan yiliga to'lasangiz, ana shu sizga 7 yilga staj bo'ladi. Har bir yilda bir minimal oklad to'laysiz, bir minimal okladingiz bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Ana shu demak o'zini band qilish 1 yil stajga o'tadi.
pensiyaga chiqishda juda bir qo'l keladi. Ana shunday ichida ishlamagan bo'lsangiz yoki 5 yil ishlagan bo'lsangiz, 2 yil yo'q, 2 yil o'lganda men 60 yoshimdan chiqardim ekan pensiyaga demay, ana shu 2 yil oldin bilib qolgan bo'lsangiz, o'z-o'zingizni band qilishga shu 412 ming hozirgi nimaga to'lab qo'yasiz. O'z-o'zini band qildi deb, uyda mol boqyapti, qo'y boqyapti deb, ana shu sizga 1 yil staj o'tadi. Yana 1 yilga to'laysiz, 2 yil, 5 yil stajingiz bor, 7 yil bo'ladi. O'sha bilan 60 yoshingizdan chiqasiz. Agar u 6 yil ishladim, 6 yil stajim bor ekan, 1 yilda qadam topdim deb o'ylanib yurmangda, 6 yil 11 oy stajingiz bo'lsa ham baribir 65 dan chiqasiz erkaklar, 55 dan ayollar chiqadi. Mana shuni ham unutmanglar. Shuning uchun o'z-o'zini band qilishni nima qilish kerak? Agar kamlar masalan 25 yilga yetmaydigan bo'lsa ham, uni ham o'z-o'zingizni band qilib qo'ysangiz bo'ladi. 4 yil 5 yil yetmaydigan bo'lsa, oldindan bilib qolsangiz, 4 yil 5 yil har yili to'lab tursangiz, u sizga ish staji o'tadi. To'liq staj bilan chiqasiz, yaxshiroq pul bilan chiqasiz. 25 yilingiz bo'lsa, endi bo'ldi, meniki bo'ldi deb turmasdan, yana bu yoqqa pensiyaga chiqishingizga 10 yil bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zingizni band qiling. 10 yilda har yili bir okladdan to'lang. Masalan, hozirgiga 412 bo'ladigan bo'lsa, har yil bir okladdan to'lang, 4 million 120 ming. Zato siz 10% ga ko'p pensiya bilan chiqasiz. Bu yog'i ham yaxshi. Endi hisob kitobni o'zingizlar qilinglar. Endi mana shuni bildinglar. Agarda staj 7 yil bo'lmasa, 65 yoshdan chiqasizlar, yoshga doir nafaqa bilan. Stajingiz 7 yil bo'lsa, unda 60 yoshdan, ayollar 55 yoshdan. Bo'lmasa, uni iloji o'z-o'zini band qilish. Bir oklad to'laysiz, minimal oklad 412 ming. Shu bilan 1 yillik staj sizga qo'shilaveradi. Shu bilan to'ldirib yetkazib olishingiz mumkin. Demak, bu ham bo'ldi. Endi yana bitta masala, buni ancha-munchasi ham bilmaydi. 2005 yildan 2015 yilgacha davlat ishida ishlaganlar pensiya jamg'armasiga tayinlangan oyligidan 1% dan o'tkazilgan. Undan oldingilari ham o'tkazilgan. Endi 2005 dan 2015 gacha 1% dan o'tkazilgan. Ana shu o'tkazilgan 1% yig'ilib borilgan. Faqat bu davlat ishida ishlaganlarga tegishli. Uni pensiyaga chiqqandan keyin Xalq bankiga borib meni mana shu yillardagi pensiya jamg'armasiga to'lagan pullarimni qaytarasan deyishga haqqinglar bor, qaytariladi bu. O'zinglar bormasanglar turaveradi, u kim biladi endi beradimi, bermaydimi, lekin borsanglar, shu davlat ishida ishlab 1% pensiya jamg'armasiga ushlab qolgan bo'lsa oyligilardan, Xalq bankida u yig'ilib turadi, borib so'rab olasizlar. Endi shu 2005-yil 30 ming topshirgan bo'lsanglar, u 30 mingcha turmaydi, 30 ming bo'lib. U kompensatsiya qilingan holda qaytariladi. Mana shunga ham e'tiborli bo'linglar. Qolib ketavermasin Xalq bankida. Pensiyaga chiqdinglarmi? Borib olinglar. Ungacha ham borib, meni mana yildan mana yilgacha 2005-yildan 2015-yilgacha ungacha ham borib, meni pensiya jamg'armada meni qancha pulim bor ekan, kompensatsiya qilingan holatda aytib ber deb Xalq bankida yig'iladi bu. Xalq bankiga borsanglar, sizlarni ko'r berishga majbur. Sizlarni demak moncha million pensiya jamg'armasiga o'tkazgan ekansizlar. Kompensatsiya holatida, kompensatsiya qilish degani inflyatsiyani hisobga olib ko'paytirilish, qandaydir koeffitsiyentga ko'paytirib keyin beradi. U bergan pulinglarni emas, ko'paytirib beradi. Ana shuni ham e'tiborga olinglar. Endi bu narsani bilganlar bor. Ko'pchilik biladi. Men buni bilmaganlar uchun aytdim.
ana shuning uchun negativ yozadiganlar endi ko'p negativ yozmanglar iltimos. Men mana shularni aytib bir foydam tegsa pensiyaga chiqadiganlarga, ana shular oldinroq bilib olib harakatlarini qiladigan bo'lsa, men o'zim niyatimga yetdim deb o'ylayman. Bu videoni tanish bilishlaringlarga, yaqinlaringlarga jo'natib qo'ysanglar, menimcha foydasi tegadi, menimcha foydali narsa gapirdim. Endi meni mana shu Hayot bobo o'gitlari degan kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, men xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta narsani qaytaraman. Pensiyaga chiqqaninglarda, nafaqaga oz summa bilan chiqib qolsanglar, hech ham o'kinmanglar. Xafa bo'lib ketmanglar. Nimaga? Allohdan tilaylarki, ana shu oz pensiyani ham uzoq yillar 80 ga, 90 ga, 100 ga va undan o'tib ana shu pensiyani ham olishga nasib qilsin deylar. Ana shunda barakali bo'ladi. Uzoq yillar olasizlar. Mana hammamiz bilamizki, ayrim nimalar mana shu kunlarga yetolmaganlar bor. Pensiyalarga hujjatlarini topshirib qo'yib, nafaqaga bir marta ham ola olmaganlar bor. Ana shuning uchun oziga bo'lsa ham shukr qilib, uzoq yillar pensiyani olib, nevaralarga hajlashga, o'zimizga hajlashga Allohim nasib etsin deb qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.